Amerika Meclisi Tashqi ishlar komitetida Uyg'urlarning kishilik huquq krizisi haqida guvohlik berish yig'ini ochildi. Yig'inda Xitoyning Sharqi Turkistondagi bostirish harakatlari, jumladan yig'ilish lagerlari masalasi muhokama qilindi. Amerika Avam palatasi Tashqi ishlar komiteti Osiyo Tinch okean guruhining raisi Red Yuxu Xitoyning Sharqi Turkistonda millionlagan kishini lagerlarga qamab, yuqori texnikalik bir saqchi davlat qurib chiqqanligini aybladi. Xitoy ishg'oliyatchi doiralari 26 sentabr tuyuqsiz uqtirish chiqarib, Sharq Turkiston bilan Xitoy o'lkalari orasida poyezd belti setish to'xtatilganligini uqtirdi. Buning qachon asliga keltirilganligi haqida ma'lumot berilmadi. Xitoy Sharq Turkiston jazo lagerlari qurib, millionlagan Uyg'ur va boshqa millatlarni qonunsiz tutqun qilayotgan bir paytda Xitoyning bunda qaror chiqarishi Xitoy jazo lageridagi kishilarni Xitoyning ichki o'lkalariga yetkazib atamdi degan farazlarni o'ttirg'i chiqadi. Gollandiyada faoliyat elib berayotgan Milliy kurash harakati raisi Oktay Durmaz va Gollandiya ma'rif jamiyati vakillaridan tashkil topgan bir hay'at Sharqi Turkiston informatsion markazini ziyorat qildi. Hay'at markazimiz raisi Abdujal Qarqash bilan Sharqi Turkistondagi insoniyat tragediyasi va bundan keyingi hamkorlik masalalari to'g'risida fikr almashtirdi. Sharqi Turkiston madaniyat va hamkorlik jamiyati raisi Seytum Turk 20 dan ortiq davlat va 15 tashkilotdan kelgan 210 vakilning qatnashishi bilan Parijda o'tkazilgan tunji navbatlik vakillar qurultayida Sharqi Turkiston mustaqillik harakatining qurilganligini jakoladi. Turkiya Buyuk Birlik partiyasining raisi Mustafa Dastajimo yig'inga ishtirok qildi. Birleşken Devletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Komiteti 21 ovozning qo'shilishi bilan Yamandagi kishilik huquq dafsandachiligini tekshirish guruhi qurish qarorini ma'qulladi. Saudiya Arabiston va Yaman bu qarorga e'tiroz bildirdi. O'tgan oy e'lon qilingan bir dokladda ittifoqdosh armiyaning Yamandagi hujumlarida kishilik huquq tajovuzchiligining mavjudligi ko'rsatilgan edi.